9-cı bab. Hun Tangri qutuqining bo'linib ketishi. 1. Siyosiy o'zgarish. Milodidan 70 yil burun hunlar nihoyat og'ir ahvolda qoldi. Shu chaqda Bayko'l, ya'ni Bayqal bo'yidagi sharqiy Uyg'urlar, Hingan tog'larining janubidagi O'g'onlar, ya'ni Tunguslarning bir tarmoqi isyon ko'tardi. G'arb tarafdan Uysullarmo hunlarga hujum qildi. Bulupmu miladidan 68 yil burun G'oyandi Tangriqut olamdan o'tgandan keyin ahvol yana yomonlashdi. Tabiiy ofat yuz berib, ya'ni yomg'ir qorining qattiq yig'ishi, orqadanla nihoyat dahshatlik qahatchilik kelib chiqdi. Xalq va chorva mollardan oz deganda 60% o'lib ketdi. Jamiyat iqtisodiy vayron bo'ldi. Milodidan 60 yil burun Şuluy Qanquy Tangriqut, ya'ni 60-yillardan 68-yillar olamdan o'tganda ahvol nihoyat yomonlashishga qarab yuzlandi. Marhumning cho'ng olchisi, ya'ni cho'ng xonishi Jonqut bekaning siyosiy o'zgarish qilishi bilanla cho'ng baloyi ofat boshlandi. Onlarning odati bo'yicha marhum Şuluy Qanquy Tangriqutning o'rniga uning o'g'illaridan biri Tangriqut bo'lishi kerak edi. Bundaq muhim masalani jiddiy hal qilish uchun Şuluy Qanquy Tangriqutning yabug'isi, ya'ni bosh vazirga tang mansab, Shin Moyan Hun bagliklarga odam avatib, ularning darhol poytaxtdagi o'rnida ijiladigan qurultayga yetib kelishini uqtirgan. Bagliklar qurultayda kengash qilib, onlar taxtida o'ltiradigan yangi Tangriqutni saylab chiqishi lozim edi. Dal shu chaqda yabg'uning uqtirishini olgan bagliklar poytaxtga yetib kelishdan burun nihoyat cho'ng obro'y va huquqqa ega bo'lgan cho'ng olchi Jonquy, uksi so'l qo'l ulug' Qutqu, ya'ni bu mansab nomi Tavronchi bilan til biriktirib, o'ng qo'l Bilikxon Tujutanni Tangriqutliq taxtiga chiqardi. Bu siyosiy o'zgarish orqali taxtga chiqqan Tujutan Uyanquti Tangriqut deb ataldi. U ha degandila yabg'u Shin Moyanni o'ltirib, o'rniga Tavronchini yabg'u qilib tayinladi. Marhum Tangriqutning farzandlari, yaqin tuqqanlari egallab turgan huquqlardan mahrum bo'ldi. Ularning o'rniga yangi Tangriqutning farzandlari tayinlandi. 2. Ichki urush. Uyanquti Tangriqutga bo'ysunishni xohlamagan Batisxon, ya'ni G'arbiy xon, Shanshantan g'arbda, ya'ni Ko'rla atrofida isyon ko'tardi. U bir necha tuman kishilik otliq qo'shinni boshlab Xan sulolasiga taslim bo'ldi. Buni anglagan Tangriqut Shanshantanning fuqisi Bushutanni Batisxon qilib tayinladi. U Yanquti Tangriqutdan norozi bo'lgan Hun bagliklari qo'shin to'plab, o'zlari Tangriqut bo'lish uchun qonliq urushlarni qilishga tayyorlandi. Şuluy Qanquy Tangriqutning o'g'li Qo'g'oshar, ya'ni Xo'xani debmi atalgan. Uyanquti Tangriqutning o'ltirilishidan qo'rqib, qiyin otasi Utanmuning qishig'i qechib ketdi. Utanmu onlar territoriyasining sharqiy qismini idora qiladigan so'l qo'l Bilikxon edi. O milodidan 58 yil burun kuyovli Qo'g'osharni Tangriqut qilib ko'tirdi. Qo'g'oshar 50 ming kishilik otliq qo'shin to'plab Uyanquti Tangriqutga hujum qildi. Urushda mag'lub bo'lgan Uyanquti o'zini o'ltirib oldi. Shu mezgilda g'arb tarafdagi o'ng qo'l Bilikxonning qishig'a qechib borgan Tavronchi Batisxon Bushutanning Tangriqut bo'lishini qo'lladi. Bushutan o'zini Tuju Tangriqut deb jakarladi. U darhol 40 ming kishilik otliq qo'shin bilan g'arb tarafdan besib kirib, Qo'g'oshar Tangriqutini tarmar qildi. Qo'g'oshar poytaxtni tashlab qochdi. Tuju Tangriqutning onlar poytaxtini egallab olganligini anglagan Qutuush, ya'ni Qo'g'osharning aksi, sharqda bosh ko'tarib, o'zini Tangriqut deb jakarladi. U aslida so'l qo'l Bilikxon edi. Milodidan 57 yil burun g'arbdagi, ya'ni Cho'chak, Zaysan atroflarida Uyg'ur xon o'zini Uyg'ur Tangriqut deb jakarladi.
ayni vaqtda g'arbdagi o'ng qo'l bilgi xon o'zini uji Tangriqut deb jakarladi. Buni anglagan o'ng qo'l Uqan xon o'zini Chili Tangriqut deb jakarladi. Mana bu tarixda 5 Tangriqutning huquq talashishi deb ataldi. Qutush Tangriqut 50 ming kishilik otliq qo'shinga tayinib, 4 yil ichida, ya'ni 52-yillardan 56-yillar, onlar taxtini talishib o'zini Tangriqut deb atashgan Qo'shu Xar Tangriqut, Tuju Tangriqut, ya'ni 56-yillardan 58-yillar, Uyg'ur Tangriqut, ya'ni 57-yil, Chili Tangriqut, ya'ni 56-yillardan 57-yillar, Uji Tangriqut, ya'ni 57-yillari qatorliq 5 Tangriqutni bir-birlab tarmar qildi. Mana shu bir necha yil davom qilgan ichki urushda nihoyat nurg'un odam o'lib, onlar ili qon daryosiga cho'milgan. Jasad dövlari ustida og'zi qonga bo'yalgan yirtqich bo'rlar huvlashib, yovvoyi yirtqich qushlar chirqirishib, nihoyat qo'rqinchli manzara paydo bo'lgan. Urush bo'lib o'tgan yeshil yayloqlar, dalalar, cho'llar ustini oqirib turgan odam so'ngaklari qaplab ketgan. Charo mollarining 90% o'lgan. Xalq ocharchilik ichida qolgan. Hatto yemak-ichmaklarni o'zaro bulab-talab yeydigan ahvollar kelib chiqqan. Mana shu ichki urushqa hokimiyat talashgan 5 Tangriqut tarafidan safarbar qilingan otliq qo'shin 350 ming bo'lib, uningdan 300 mingga yaqin odam o'lgan. Ichki urush boshlangandan burun onlar aholisi 2 million bo'lgan bo'lsa, urushdan keyin 1 million 700 mingga tushib qolgan. 3. Qo'g'shar Tangriqut. O'z dushmanlari ustidan g'alaba qilgan Qutush 10 Tangriquti bo'ldi. O'z aksi Qutush Tangriqutdan yengilib, janubga qarab qochgan Qo'g'shar nima qilishini bilmay, bir mazgil gangirab yurdi. Uning yaqinlaridan ba'zilari qo'shin to'plab Qutush Tangriqutga hujum qilishni tashabbus qilsa, ba'zilari Qutushga taqobil turg'ili bo'lmaydi. U kuchlik, eng yaxshisi g'arb tarafga qochib berib, shu joyda omon tepish lozim, deydi. Yana ba'zilari Xan sulosiga beqinib, jon saqlab turib, darmon yig'ib olgandan keyin bir amal tepish lozim, deyishatdi. Mana shu masala ustida Qo'g'sharning yaqinlari nihoyat keskin talash tortish qilishgan. Oxiri Ilquji atliq bir xon Xan sulosiga beqinib, shularning yordami orqali Qutushni yo'qitib, onlar taxtini egallashni tashabbus qilgan. Ba'zilar Ilquchiga qarshi chiqib, onlar ot minishga usta bir xalq bo'lib, dunyo bo'yicha urush qilishda atoq chiqargan. Uning odati botirlikni izzatlash bo'lib, bosh egishni paskashlik deb biladi. Urush qilib o'lish botirlikning xislati. Hozir akufkular orasida hokimiyat talashish yuz bergan bo'lsa-mu, hokimiyat qarindoshlarning qo'liga o'tdi. Yot kishilarning qo'liga o'tgani yo'q, deyishgan. Qo'g'shar Ilquchining tashabbusini ma'qul ko'rgan. U milodidan 53 yil burun bir necha tuman kishilik otliq qo'shin va o'ziga agashgan bir qism hunlarni boshlab, Sadachil sepilning shimoliga yiqinlab kelgan. U o'g'ilni Chang'anga avatib, Turg'oq, ya'ni Go'rada turg'izgan. Qutush Tangriqut Qo'g'sharning taslimichiligini anglab, nihoyat qattiq g'azablangan. Ayni vaqtda u o'z o'g'lini Chang'anga Turg'oqqa avatib, Xan sulolasi bilan do'stona o'tishni izlagan edi. Qo'g'shar milodidan 51 yil burun o'zi Chang'anga berib, Xan sulolasi xoni bilan ko'rishishga bel bog'laydi. Bu xabarni anglagan Xanshuandi xushalligini bosolmay, elchilar orqali Qo'g'sharga to'n, talpak, oltin, tamg'a, sadab sopliq qilich, shahona ma'pa, tulpar at, ko'p miqdorda oltin, yipak shoyi avatidi. Bu ishdan mamnun bo'lgan Qo'g'shar Chang'anga qarab yo'lga chiqadi. Buni anglagan Xan podshohi mashhur vazirlari, xonlari boshliq bir necha tuman odamni boshlab Chang'anning g'arbiy shimolidagi Veyxa daryosining ko'rigigacha kelib Qo'g'sharni qarshi oladi. Qo'g'shar milodidan 51 yil burun fevral oyida Chang'andan qaytadigan chig'ida Xanshuanga
o'zining Sadijil sepelining shimolida turdiganligini, agar Qut'ush hujum qiladigan bo'lsa, darhol Sadijil sepelining ichiga chekinib kirib, Shusang shahrini ching saqlab, Xan sulolasining shimoliy chegarasining omonligini qo'g'daydiganligini bildirgan. Buni anglagan Xan podshohi bir qancha sang'unlarining yetakchiligida 20 ming kishilik otliq qo'shinni yo'lga silib, Qo'g'sharni uzitib berishni o'rinlashtirgan. Yana bir tarafdan zo'r tepilganda Qo'g'sharga qarshi chiqqanlarini bostirishni mutapalagan. 4-chi Qut'ush Tangriqut 36-yillardan 56-yillar. Qut'ush Tangriqut Qo'g'shilarning Xan sulolasi bilan birlashib, o'ziga qarshi urush qilishidan ansirab, milodidan 49 yil burun onlar poytaxtini urushsiz tashlab chiqqan va g'arbga qarab siljib, Uysunlarga yaqinlab kelgan. Qut'ush Uysun xoni Uyg'utga elchi avatib, uning bo'ysunishini talab qilgan. Uyg'ut Hun elchisini o'ltirib, 8 ming otliq qo'shinni boshlab Qut'ush Tangriqut qarshi mangan. Bu ishdan xabar topgan Qut'ush Tangriqut Uyg'utga hujum qilib, uni tarmar qilgan. Qut'ush Tangriqut Uysunlarni bo'ysundirgandan keyin shimol qarab yurib, hozirgi Bayko'l, ya'ni Bayqal atrofidagi sharqiy Uyg'urlarni Oltoyning g'arbiy janubidagi, ya'ni hozirgi Cho'chak va Zayson Uyg'urlar, ya'ni O'g'izlarni, Yansay daryosining yuqori iqinida yashaydigan qirg'izlarni bo'ysundirib olgan va poytaxtini Qirg'iz xonligi territoriyasida barpo qilgan. Qo'g'shar Qut'ush Tangriqut Hunlar poytaxtidan chiqib ketgandan keyin Urxun bo'yidagi Hunlar poytaxtiga qaytib ketish taraddudini qilgan. Xan podshohi uning qaytib ketishiga unimagan. Chunki Qo'g'shar qaytib ketsa, Hunlar Xan sulolasiga beqinmay qolarmikin deb qo'rqqan. Lekin Qo'g'shar milodidan 43 yil burun Urxun bo'yidagi poytaxt O'taganga qaytib ketgan. Qut'ush Hunlar tarixida Batur Tangriqut, ya'ni O'g'izxondanlik qolsa talantliq, harbiy, strategiyalik, qaysar, mag'rur, vatanparvar Tangriqut edi. U yuqoridagi xonliqlarni, ya'ni bu xonliqlar aslida Hunlarga tava edi. Qaytadan bo'ysundirib, kuchlanib oldi. Buni ko'rgan g'arbiy yurtdagi davlatlar Hunlarning qudrati oldida yana bosh egdi. Qut'ush Tangriqut o'g'lining Xan sulolasi poytaxtida davomliq turg'iniga, ya'ni go'rada turishini o'zi uchun nihoyat cho'ng haqorat deb bilgan. Shunga u Chang'anga elchi avatib, o'g'lini qaytarib kelishni talab qilgan. Bu chaqda Xan Shuandi olamdan o'tib, uning o'g'li Xan Yandi, ya'ni 33-yillardan 48-yillar podshoh bo'lgan edi. Xan Yandining topshirig'ini olgan Guchi otliq elchi Qut'ushning o'g'lini uzitib berish uchun Hun elchilari bilan billa Chang'andan yo'lga chiqqan. Qut'ush Tangriqut o'z o'g'lini Chang'andan yiroqdagi qirg'izlar eligicha uzitib kelgan Guchi boshliq Xan elchilarining birini qo'ymay o'ltirib tashlagan. Qut'ush Tangriqut qirg'izlar eldan yo'tkilib g'arbga ketmoqchi bo'lgan. Dal shu chaqda Qut'ush Tangriqutning donqini anglagan Qonli xonligi elchi avatib, uningga bo'ysundiganligini bildirgan. Qonli elchilardan bu xabarni anglagan Qut'ush Tangriqut nihoyat xushal bo'lgan. Qut'ush Tangriqut milodidan 45 yil burun elni va qo'shinlarni boshlab, chidirlarini minglagan harvalarga ortib, chor mollarini haydab, olamni ostin-ustin qilayotgandek hayvi bilan Yansay daryosining bo'yidan Balqash, Orol ko'llarining bo'yiga qarab ko'chgan. Qut'ush Tangriqut 5000 yo'l keladigan uzun musofani besib o'tishda tabiiy ofatga yo'liqib, cho'ng baxtsizlikka uchragan. Onlar Qonliga qarab ko'chib ketayotganida yo'lda nihoyat qalin qor yig'ib, jondan o'tadigan ochiq sovuq boshlangan. Bir necha kun davom qilgan bo'ronliq shivirganda nurg'un odam, hisobsiz charum mollar muzlab o'lgan. Qut'ush Tangriqut Qonliga yetib kelganda bir necha tuman odamdan 3000 dan ko'proq odam qolgan. Qut'ush Tangriqut milodidan 44 yil burun Qonli xonligining poytaxtiga yetib kelganida Qonli xoni hamma bagliklarni va shahar aholisini boshlab Tangriqutning oldiga chiqib qizg'in qarshi olgan hamda
Qutosh Tangriqutqa bo'lgan izzat hurmatini bildirish uchun nurg'un so'g' salomlarni taqdim qilib, uningga o'z qizini yotliq qilgan. Qutosh Tangriqut 9 yil ichida, ya'ni 40-yillardan 49-yillar Sharqiy Uyg'urlar, Uysunlar, Qirg'izlar, Farg'onliklar, Qonglilar, Alanlardan iborat nurg'unlagan davlatlarni bo'ysundirib olgan edi. Qutosh Tangriqut milodidan 59 yil burunqi chaqdan boshlab o'z dushmanlarini orqa-orqadan tarmar qilib, ya'ni yengilmas qahramon qiyofatida tarix sahnasiga chiqdi. U qudratlik Hun Tangriqutligining g'arbiy territoriyasiga hukmron bo'lib olgandan keyin Qonli xonligining poytaxtida turishni xohlamadi. Qutosh Talas daryosining tovan eqinidagi muvofiq bir joyga, ya'ni hozirgi Qozog'istondagi Janbul rayoni atrofida Tangriqut shahri nomli yangi shaharni soldirib, uni poytaxt qildi. 5. Talas urushi. Milodidan 60 yil burun Xan sulolasi Hun Tangriqutida hokimiyat talish yuz berib, ofatlik ichki urushlar qo'zg'algan fursatdan foydalanib, g'arbiy yurtqa Jingji otliq amallarni Qaroji beg qilib avatdi. Bu Xan sulolasining g'arbiy yurtga avatgan tunji Qaroji begi edi. Jingji 1100 odamni boshlab, hozirgi Bugur noyisidagi Chidirga kelib o'rinlashdi. U bir tarafdan shu yerda bo'z yer ichib, dehqonchilik bilan shug'ullansa, yana bir tarafdan Xan sulolasining g'arbiy rayondagi davlatlarga boradigan elchilari, savdogarlarni oziq-tulik va boshqa narsalar bilan ta'minlab turdi. Yana kelib, Tarim vodisidagi xonliqlarni Hunlardan ayirib, Xan sulolasi bilan munosabat o'rnatib, Hunlarga qarshi turadigan qilib qo'ydi. Bu ishqa Qo'shar Tangriqut sukut qildi. Xan sulolasi Qo'shardan xotirjam bo'lsa-mu, lekin Qutosh Tangriqutning g'arbiy tarafdan besib kelib, Tarim vodisidagi xonliqlarni o'ziga qaratib olishdan nihoyat bak ansirgan. Xan sulolasi Qonglidagi Qutosh Tangriqutga 3 qatim elchi avatib, Qutosh tarafidan o'ldirilgan Guchi qatorliq elchilarning jasadlarini berishni talab qilgan. Qutosh Xan sulolasining talabini rad qilib, elchilarga sizlarning kallanglarni olmaganliqim Xan sulolasiga qilgan shafqatim hisoblanadi degan. U yana milodidan 36 yil burun podshoh Xan Yandiga yozgan maktubida Qongli degan bu joy menga torliq qilib qoldi. Rostini aytsam nihoyat qiynalib qoldim. Yaxshisi qudratli Xan sulolasiga qaytib ketmoqchiman degan. Qutosh Tangriqutning niyatini tushungan Chingtang podshohning tasdiqini olmayla Oqsuga 40 ming kishilik qo'shin to'plagan. Bu qo'shinning hammasi degidek Tarim vodisidagi xonliqlarning qo'shini edi. Jingji milodidan 36 yil burun yashinib qolganligidan pensiyaga chiqqan edi. Chingtang bo'lsa uning o'rniga tayinlangan Qarochi beg Ganyanchuning izchisi edi. Qat'iy irodalik, g'ayratlik Chingtang 40 ming kishilik qo'shinni 2 yo'nalishga bo'lib, Qutosh Tangriqutga qarshi mangdirdi. Birinchi yo'nalish bo'yicha yo'lga chiqqan qo'shin Oqsu Uchturpandan Qoraqo'lga o'tib, Talas daryosining bo'yidagi Tangriqut shahriga berish. Ikkinchi yo'nalish bo'yicha yo'lga chiqqan qo'shin Qashqar orqali Farg'onaga o'tib, Tangriqut shahri atrofida birinchi yo'nalish bo'yicha yo'lga chiqqan qo'shin bilan qo'shilish lozim edi. Milodidan 36 yil burun Ganyanju Chingtang boshchiligidagi 40 ming kishilik qo'shin belgilangan chog'ning o'zida Talas daryosining bo'yidagi Tangriqut shahrining sharqida bir-biriga qo'shildi. Qo'lga tushgan asarlar orqali Qutosh Tangriqutning ahvolini yaxshi egallagan Ganyanju Chingtanglar qo'shinni shahardan 30 yo'l yiroqlikdagi joyga boshlab kelib to'xtatdi. Qutosh Tangriqut jiddiy xatarlik paytining yetib kelganligini bayqab, jangchilarni ruhlantirib, qattiq turib shaharni mudofaa qilish eng yaxshi tadbir. Shaharda ochliq, yem-xashak yetarlik, shaharning sepili egiz ham qilin. Qattiq turganda mudofaa qilg'ili bo'ladi. Az deganda yarim yil chidashlik bera olamiz. Ular yiroqdan kelgan, shaharni uzoqcha qurshab tura olmaydi degan.
Qut'ush Tangriqut Qonli xonliqidan yordamga keladigan qo'shin kelgicha vaqtni uftilish uchun Qingtang shtabiga elchilar avatib, ularni oldirmoqchi bo'ldi. Lekin Ganyanju Qingtanglar Tangriqutning hilisini sezib qilib, shaharga hujum qilish tayyorligini qildi. Ikkinchi kuni Qingtang shahar sepildan 3 yo'l yiroqlikqa qistab kelib, shaharga hujum boshladi. Onlarning otliqlari shahardan chiqib urushgan bo'lsa, piyoda qismlari sepil ustida turib, o'qiya etib qarshilik qildi. Urush kun patqichi davom qildi. 10 otliqlari shahar ichiga chekindi. Qut'ush Tangriqut tun qorong'uligidan foydalanib, qo'rshovdan bo'sib chiqib ketishga uringan bo'lsa-mu, mag'lub bo'ldi. Vaqt yarim kechidan o'tganda Qonglidan bir to'madan ortiq qo'shin yordamga keldi. Ular bir necha qismga bo'linib, Qingtang boshchiligidagi qo'shinlarni qo'rshib oldi. Bu ahvolni aniq bilgan hunlar shahar ichidan chiqib hujum qildi. Shaharning ichi va sirtida yiqilgan son-sanoqsiz mash'allar qorong'u kechini xuddi kunduzdek yo'ritib turardi. Qonli qo'shinlari bilan hun qo'shinlarining qilgan bir qancha qatimliq hujumlari qaytarildi. Xeyli eg'ir ziyon tortgan Qonli qo'shinlari orqaga chekindi. Hunlarmu shahar ichiga chekindi. Tong atqanda Qingtang shahariga umumyuzlik hujum qilib, shaharga besib kirdi. Oxirgi nafs qolg'icha urushgan Qut'ush Tangriqut bosh agmay qahramonlarcha qurbon bo'ldi. Qingtang talas urushida qo'lga tushgan oltin kumush, hisobsiz charo mollarini urushga qatnashgan 15 xonliqning bagliklariga ulashtirib bergan. Talas urushi milodidan 36 yil burun bo'lgan. Qingtang g'arbiy yurtdagi 15 xonliqning ochko'z hukmronlarini Tangriqut shahridagi hadi hisobsiz boyliqlarga qiziqtirdi. Boyliq va mansabga berilgan bu ochko'zlar qo'shinlarini safarbar qilib, Qut'ush Tangriqutga qarshi yurishga qatnashgan. Qingtang talas urushida yotlarni yotlarning qo'li bilan bo'ysundirish eng a'lo tadbir degan strategiya usulini qo'llanib g'alaba qildi. Qut'ush Tangriqut bo'lsa, nurg'un urushlarda g'olib chiqib, odatdan tashqari mag'rurlanib ketib, bexastalik qildi. Shunga u tashabbuskorlik bilan o'z dushmanlari ustiga qo'shin tortib bormaganligi bilan talas urushida fojialik mag'lubiyatga yo'liqdi. 10-bob do'stlik va dushmanlik munosabati. 1. Eng oxirgi qudulishish. Qo'shar Tangriqut milodidan 33 yil burun Chang'anga kelib bir necha oy ziyoratda bo'ldi. U shu chaqda podshoh Xanyandi bilan ikki davlat o'rtasidagi munosabat haqida suhbat elib bordi. Qut'ush Tangriqut o'lgandan keyin Qo'shar o'zini o'g'illarining yakka yegan Tangriquti hisoblab mustaqil bo'lib oldi. Suhbat natijasida Qo'shar Tangriqut Wang Zhaojuan otliq qizga uylandi. Bu hunlar bilan Xanzular o'rtasidagi eng oxirgi qudulishish edi. Wang Zhaojuan aslida xalqning chiroyli qizlari ichidan tanlanib o'rdaga keltirilgan edi. U podshohning kenizaklari nomzodi turadigan o'rdada bir necha yil turdi. Xan podshohining odati bo'yicha podshoh kenizaklarini har yili bir qatim ko'zdan kechirib, uning ichidan kenizak bo'lishga loyiqlarini tanlaydi ekan. Lekin ko'zdan kechirish qizlarning suratlarini sizdirib ko'rish orqali bo'ladi ekan. Shunga qizlar kenizaklik darajasiga yetish uchun taslikda yiqqan pullarini o'rda rassomlarga pora berib, o'z suratlarini ilojiba chiroyli sizdirishga tirishadi ekan. Wang Zhaojuan o'zining intayin chiroyliqligiga ishonganligi uchun o'rdining atoqli rassomi Mao Yanshenga pora bermagachga, uning suratini qasddan satsizib qo'ydi ekan. Shu sababga asosan Wang Zhaojuan kenizaklik darajasiga ko'tarilmagan ekan. Xanyandi Qo'shar Tangriqutni o'ziga kuyovg'il qilmoqchi bo'lib, o'rda amaldorlari orqali orqa o'rtadagi qizlarga kimki onlarga yotliq bo'lishni xohlasa, shu qizni malik qilib tayinlayman degan. Wang Zhaojuan o'rda qabizidan qutulish uchun onlarga yotliq bo'lishga rozi ekanligini bildirgan. Podshoh Xanyandi to'y murosimi o'tkazilgan kunila Wang Zhaojuanni ko'rib, uning ajoyib go'zalligiga hayron qolgan. Podshoh hasrat ichida
Ваң Жаужанны қоғшарға ятлық қылғанында Таңры Құтны нахайты нұрғын соғ саламлар білән, яғни шаханы киім кечек, кимхап, шайы епек қатарлық ұзытып қойған. Андың кейін Падша Ханьянды орды рәссамы Мауяншуанны өлтіріп, яғни Ваң Жаужанның сөртіні қастан құныклаштырып сызғалықы үшін өлтіріп ташлаған. Қоғшар Таңры Құт Ваң Жаужанға өйленіп, 2 yıl өткенден кейін, яғни миладыдан 31 yıl бұрын өлген. Onlar Ваң Жаужанны Алчы Нинғу деп аташқан. Ваң Жаужан Қоғшарның өліміден кейін Падша Ханчыңдыға жазған илтимасыда өзінің өгей оғлы Пучулуны, яғни Қоғшарның оғлыға ятлық болышны қаламайдығанлықыны, өз yurtiga қайтып кетідіғанлықыны білдірген. Lekin Падша Ханчыңды Ваң Жаужанның илтимасыны рәт қылып, оны оларның өріп адетіге бойсынып, Пучулуны Таңры Құтқа ятлық болышқы бұйырған. Ваң Жаужан Падшахның бұйрықыны алғандың кейін Пучулуны Таңры Құтқа ятлық болған. Ikkinchi, nisbiy do'stlik munosabati. Tarixda Xo'xanye Tangri Qut nomi bilanmi tilga ilingan Qo'g'shar Tangri Qut milodidan 50 yil burun Xan sulolasiga beqinib, o'zining ashaddiy dushmani Qut'ush Tangri Qutni onlar poytaxtini tashlab O'rta Osiyoga ketishga majbur qilgandan keyin Tangri Qut bo'lishga muyassar bo'lgan. Bo'libmi milodidan 33 yil burun Ваң Жаужанға өйленгенден кейін, onlar bilan Xan sulolasi orasidagi nisbiy do'stlik kuchayishga boshlagan. Bundaq nisbiy do'stlik 60 yil hukm surgan. Shu do'stlikning maydonga kelishi onlar bilan Xan sulolasi orasida 150 yilgacha davom qilgan. Turaqsizlik, ya'ni goh tinchlik, goh urush holatini oyoqlashtirgan. Nisbiy do'stlik munosabati onlar bilan Xan sulolasi orasida ilib berilgan savdo aloqasini vujudga keltirdi. Bundaq savdo aloqasi ikki millatning ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlari va kundalik turmush saviyasining yuqori ko'tarilishini olg'a surdi. Chunki o'zaro ilib beriladigan savdo aloqasi orqali onlar Xan sulolasidan nihoyat nurg'un ishlab chiqarish buyumlarini va turmush buyumlarini oladi. Xanzular bo'lsa, onlardan o'zga keraklik bo'lgan ot va boshqa narsalarni oladi. Ular madaniyat jihatdan bir-biriga ta'sir ko'rsatishgan edi. Nisbiy do'stlik munosabatining o'rnatilishi o'n Tangri Qutliqmi, Xan sulolasimu bir mezgil tinchlik, xotirjamlik kayfiyatini yaratdi. Ikki tarafning ishlab chiqarishini taraqqiy qildirish imkoniyatiga ega qildi. Xalqlarning oromxuda hayot kechirishi aholi sonining o'sishini ilgari surdi. Qo'g'shar Tangri Qut milodidan 43 yil burun onlarning poytaxtiga qaytib borgandan boshlab Xan sulolasiga bo'lgan beqinichilik munosabatini amaliyotda e'tirof qilmagan edi. Shundan boshlab onlar ichki urushlar, tabiiy ofatlar tufaylidan vayron bo'lgan iqtisodini, ya'ni chorvachilik, dehqonchilik, hunarvanchilik, ovchilik, savdo o'z holati keltirib olishga imkoniyat topgan edi. Tog' qaptallari, cheksiz ketgan yayloqlar, dalalarni chorva mollar rang-marang bulutlardek qoplab turadigan ajoyib bir gulinish manzarasi vujudga keldi. Onlar o'zining iqtisodiy ahvolini yaxshilab olgandan tashqari o'z davlatida xotirjamlik o'rnatdi. Harbiy qo'shinlarni qaytadan tashkillab, uni to'liqladi. Qudratlik holatga kelgan Hun Tangri Qutliqi O'rta Osiyo va G'arbiy Osiyodagi burunqi hukmronligini qaytadan tiklab oldi. Ichki urushlar yuz berganda fursatdan foydalanib isyon ko'tarib, o'z oldiga bo'lib olgan Shampilar, O'g'onlar, ya'ni bular asosan Jungoning hozirgi sharqi shimoldagi 3 o'lkasida yashaydi. Ni qaytadan bo'ysundirib oldi. Pujulunuti, Sujunuti, Qiyanuti, Ujulnuti, ya'ni milodidan burunqi 8-yilidan milodining 10-yillarigacha Ulnuti, G'utu Arshi, Tavg'anuti qatorliq 6 Tangri Qut onlarga 77 yil hukmronlik qilgan mezgilida, ya'ni milodidan burunqi 31-yillardan milodidan 46-yilligacha
Hun tangri qutligi nihoyatda kuchaydi. 3. Hunlar bilan Xan sulolasi munosabatining yomonlashishi. Hun tangri qutligida gulinish yuz berganda Xan sulolasi hukmron tabiqasining ana jamoatidan bo'lgan Wang Mang degan odam milodining 9-yili hokimiyatni tortib olib, o'zini podshoh deb jakarladi. U onlarga elchi avatib, Xanzu rayonlaridan onlarga qechib berib, taslim bo'lganlarni qabul qilmaslikni talab qildi. Onlar bu talabni rad qildi. Wang Mang Xan sulolasidagi jindin to'ygan jinoyatchilar, hayot kechirishga amalsiz qilib, qo'zg'olon ko'tarishga tayyorlangan kambag'allar, yosh yigitlardan bo'lib 300 ming kishilik qo'shin tashkilladi. Ularni milodining 10-yili 12 qismga bo'lib, 12 sanğunning yetakchiligida 12 yo'nalish bo'yicha onlarga hujum qilishga mangdurdi. Bu qo'shinlar Sadijil sepili atrofiga to'planib, hujumga o'tish uchun tayyor turishdi. Qiyonoti Tangriqut boshchiligidagi necha 100 ming kishilik 10 otliq qo'shini Sadijil sepilining shimoliga to'plandi. Urush boshlanib ketishga tasliq oldi, lekin cho'ng urush bo'lmadi. Wang Mangning yo'lsizligidan g'azablangan hunlar Sadijil sepildan o'tib hujum boshladi. Shuning bilan nisbiy do'stlik o'rnini dushmanlik oldi. Wang Mang Hun Tangriqutligining g'arbiy territoriyasidagi xonlarga hujum qildi. Milodining 10-yili onlarning yordamini olgan Qara shahar xonligi Wang Mang qo'shinlarining Danchin boshchiligidagi bir qismini tarmar qildi. Danchin o'ldirildi. Wang Mang buningga chidamay milodining 16-yili Qara shaharga hujum qilgan bo'lsa-mu, Qara shahar xonligi tarafidan tarmar qilindi. Wang Mangning g'arbiy yurtga qilgan hujumi mag'lub bo'lgandan keyin Xan sulolasi bilan g'arbiy yurt o'rtasidagi munosabat tamoman uzildi. Chunki onlar Wang Mangga yo'l qo'ymadi. Wang Mang o'z mag'lubiyatiga tan bermay, milodining 19-yili necha 100 ming kishilik qo'shinni chegara atrofiga to'plab, onlarga yana hujum qilmoqchi bo'ldi. Bu hujummo amalga oshmadi. Chunki onun hükümranlığı miladining 24-yili ko'tarilgan dehqonlar qo'zg'oloni tarafidan ag'dirildi. O'zi bo'lsa qo'zg'olonchilar tarafidan o'ldirildi. Wang Mang o'ldirilgandan keyin podshoh jamoatidan bo'lgan Liu Shu dehqonlar qo'zg'olonining g'alabasi hisobiga podshoh bo'lib oldi. U qo'zg'olon ko'targan qo'shinlarni va bo'linma kuchlarni bir-birlab yo'qotib, davlatni birlikka keltirdi. Podshoh Guangwudi, ya'ni Liu Shu, milodining 25-yili onlarga elchi avatib, burunqi qudilish asosidagi do'stlik munosabatini asli keltirmoqchi bo'ldi. G'utu arshi Tavg'anoti Tangriqut Xan podshohning talabini rad qildi. Xan podshohi Guangwudi, ya'ni 25-yillardan 27-yillar, onlarning nihoyatda qudratli kuchga aylanganligini, yana bir tarafdan o'zining har jihatdan, ya'ni ta'sir doiri bilib olgan yerlik xonlarning bo'lgunchiligi, iqtisodiy vayronchilik, ojizligini nazarda tutib, onlarga qarata passiv mudofaa yo'nalishini qo'llanishga majbur bo'ldi. Yuqorqi ahvollar va yo'nalish bo'yicha Xan sulolasi onlarga qarata tövandagi tadbirlarni qo'llandi. Siyosiy jihatda Xan podshohi milodining 30-yili onlarga elchi orqali oltin, pullarni taqdim qilib, onlarning hujumidan saqlanmoqchi bo'ldi. Lekin o'zini Batur Tangriqutga o'xshatadigan Hun Tangriquti G'utu arshi Tavg'anoti, ya'ni milodidan burun 18-yillardan 46-yillar yuz xotir qilmay Xan sulolasiga hujum qilib turdi. Harbiy jihatda Xan sulolasi chegara bo'ylab qo'shin turg'izib, mudofaa qilishni o'yladi. Aktivlik bilan onlarga qarshi turishga petinolmadi. Sadijil sepilining buzilgan joylarini yasab, tuzashtirib qo'yish bilan qanoatlandi. Yuqoridagi tadbirlar yaxshi unum bermadi.